boshlaymiz. Bugungi siz bilan o'tadigan mavzuyimiz juda ham qiziqarli bo'lgan mavzu. Bu motivatsiya. Motivatsiya mavzusini turli xil yo'nalishlarda ko'rib o'tishimiz mumkin. Jumladan o'quv faoliyatida, mehnat faoliyatida, o'z-o'zini rivojlantirishda ham biz motivatsiyaga astoydil yondashamiz. Motivatsiya ikki xil ko'rinishda taqdim etiladi. Motivatsiyaning birinchi ko'rinishi bu faoliyat jarayonlariga bizning javob reaksiyamizning majmui bo'lsa, ikkinchi ko'rinishi esa motivlarimizning majmuasi bo'lib hisoblanadi. Keling endi aynan shu motivatsiya, maqsad va bizning ehtiyojlarimiz xususida suhbatlashsak. Chunki motivatsiya xususida gapirilganda ehtiyoj va maqsadning ahamiyati juda ham muhim. Biz chanqadik, choy ichgimiz kelyapti. Shu bilan bir qatorda bu narsaga asta-sekinlik bilan harakat qilamiz. Choy ichishga nimalar qilishimiz kerak ekanligini fikrlaymiz va borib choyni qo'yib, ichib chanqoqni bosamiz. To'g'rimi? Aytingchi, bulardan qaysi biri maqsad edi? Qaysi biri esa ehtiyoj edi? Qaysi biri motivatsiyaga kiradi? Ayrimlar adashgan bo'lishlari va psixologlarimiz esa anglagan bo'lishlari mumkin. Bulardan ehtiyojga kiradigani bu bizning chanqaganimiz. Ya'ni insonning turli xil ehtiyojlari mavjud. Bu xususida darsimiz davomida sizga aytib o'taman. Chanqoqni bosish uchun choyni quyib ichganimiz bu bizning maqsadimiz edi. Aynan unga harakat qilishimiz, uni istashimiz, nimani istayotganimizni anglashimiz va u tomon intilishimiz bu bizning motivatsiyamiz bo'lib xizmat qiladi. Motivatsiyaning bir qancha ta'riflari mavjud. Bu ta'riflardan bittasi motivatsiya bu bizni harakatga undovchi kuch. Biz qaysidir faoliyatni amalga oshirishimizdan oldin biz shu narsa haqida ma'lumotga ega bo'lamiz va o'zimizni istaklarimiz, xohishlarimiz asosida biz harakatga kelamiz. Va aynan mana shu harakatlar asnosida biz maqsadimizga erishamiz. Demak, motivatsiya bu harakatga undovchi kuch. Ikkinchi motivatsiyaning ta'rifi esa motivatsiya bu insonni faoliyati jarayonida ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qilishi. Har bir insonda o'ziga xos ehtiyojlar mavjud. Kimdir kichikroq ehtiyojga ega, kimdir esa kattaroq ehtiyojga ega. Keling, buni biz oddiy misolda ko'rib o'tamiz. Jumladan, siz ijarada uyda yashaysiz. 2 xonalik ijarada uyda yashaydigan inson 4 xonali ijara uyda yashashni istay boshlaydi. Va aynan shu maqsadiga erishish uchun unda ehtiyojdan so'ng motivatsiya hosil bo'ladi. Siz 4 xonali ijara uyga chiqqaningizdan keyin albatta nima istaysiz? O'zingizni uyingiz bo'lishini xohlaysiz. O'zingizni 2 xonali uy oldingiz. So'ngra esa 4 xonali uy istaysiz. Uyni chiroyli jihozlashni, uni tartibga keltirishni xohlaysiz. Va shu jarayonda endi sizni balki moddiy tomondan ham sizda motivatsiya yanada paydo bo'la boshlaydi. Birgina uy olish istagi sizda qolgan ehtiyojlarni ham hosil qila boshlaydi. Demak, siz mablag' izlashga harakat qilasiz. Mablag'ni topish uchun esa sizda yana bir ehtiyoj hosil bo'ldi. Bu o'z kasbingizning yetuk mutaxassisi bo'lish. Yetuk mutaxassisi bo'lish ehtiyoji sizni yana bir motivatsiya bo'lib maqsadga erishishga undaydi. Buni qarangki, 4 xonali uyga aylangan uyingiz endi sizning ehtiyojingiz, motivatsiyangiz asnosida dala hovliga aylansa ajab emas. Hurmatli o'quvchi talabalar, bizning 3-motivatsiya ta'rifimiz bu odamning xatti-harakatlarini boshqaradigan va uni tashkil etilishini, yo'nalishini belgilab beradigan motivatsiyalarimizdir. Ya'ni bizning xatti-harakatlarimizni amalga oshirishimizda asos bo'lib xizmat qilar ekan. Motiv konkretroq tushuncha bo'lib, shaxsning xulqidagi u yoki bu xulqqa moyilligi asnosida sabablarning kelib chiqishi. Jahon psixologlari, O'zbekiston Respublikasi psixologlarining fikrlaridan kelib chiqib, biz motivni bir necha turlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Jumladan uni 4 turga bo'lib ko'rsatishadi. Birinchi turi bu ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqan motiv. Demak, ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqib, motivni yana 4 ta ko'rinishga bo'lib o'tamiz. Birinchi ko'rinishimiz, mana ko'rib turibsizki,
dunyoqarashga taalluqli bo'lgan motiv. Har bir insonning o'ziga xos dunyoqarashi, o'ziga xos g'oyalari mavjud. Aynan shu dunyoqarashidan kelib chiqqan holatda munosabatga kirishadi. Kimlarningdir dunyoqarashi bo'yicha me'yor hisoblangan narsa, kimlarningdir dunyoqarashi bo'yicha me'yor hisoblanmaydi. Keyingi motivimiz ichki va tashqi siyosiy bilimlardan kelib chiqib, siyosiy qarashlari, insonning siyosiy qarashlari. Va keyingi motivimiz jamiyatning axloqiy normalari, prinsiplaridan kelib chiqqan motivlar. Har bir insonning o'ziga xos bo'lgan etnopsixologik motivlari mavjud. Har bir hududning o'ziga xos bo'lgan motivlari mavjud. Demak, etnosdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu motivlarni biz aynan o'sha dunyoqarashlarga o'xshatadigan bo'lsak, motivlar kimlar uchundir me'yor bo'lgan, salom berish jumladan olishimiz mumkin. Kimlardir uchun esa aynan mana shu motivlar mavjud bo'lmasligini ko'ramiz. Keyingi motivlarimiz borliq go'zalligiga nisbatan ehtiyojlardan kelib chiqqan motivlar. Aynan shu estetik motivlar kimlardadir juda ham yuqori, kimlar uchundir esa unchalik e'tiborli emas. Oddiygina qor yog'ishini misolida ko'raylik. Qor yog'ishini ehtiyoj bilan, mehr bilan tomosha qilishadi. Qachon qor yog'arkina deb kutishadi. Uning parchalarini suratga oladiganlarni ham uchratishimiz mumkin. Ayrimlar umuman befarq. Buncha sovib ketdi, qor yog'averar ekanda degan fikrlarni bildirishadi. Demak, bu insonlarda borliqqa nisbatan, uning go'zalliklariga nisbatan ehtiyoj yo'q deya olmaymiz. Ularning ehtiyojlari boshqa borliqdagi boshqa xususiyatlarga nisbatan ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Motivlarning yana boshqa turlarini ko'radigan bo'lsak, vujudga kelishi shartlanganligiga ko'ra umumiy motivlarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi motivimiz bu keng qamrovli ijtimoiy motivlar. Ya'ni kim? Vatanparvarlik. Vatanparvarlik tuyg'usi har bir insonda bo'lar ekan, u yurtining ravnaqi uchun, taraqqiyoti uchun harakat qiladi. O'zining mehnati, halolligi bilan intiladi. Va aynan shu intilishlari asnosida vatan taraqqiy etishini juda yaxshi biladi. Shu bilan bir qatorda yurtimizda umuman o'z vatan, insonning o'z vatanida qabul qilgan qonun, qarorlarga amal qiladi. Ularga past nazar bilan qaramaydi. Shu bilan bir qatorda o'z yurtdoshlarini qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Demak, biz buni insonning keng qamrovli ijtimoiy motivlariga kiritamiz. Ikkinchi motivimiz esa guruh, jamoalar asosida vujudga keladigan motivlar. Uchinchi motivimiz bu faoliyat tuzilishi, mohiyati, tizimiga asoslangan protsessual motivlar. Inson o'z faoliyati jarayonini hosil bo'lishi, unga intilishida vujudga keladigan motivlarni kiritib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Faoliyat turlari mohiyatini o'zida aks ettiruvchi motivlarga ijtimoiy, siyosiy voqeliklarni mujassamlashtiruvchi motivlar, kasbiy tayyorgarlik va mahoratni o'zida aks ettiruvchi motivlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Demak, har bir insonda o'ziga xos bo'lgan kasbiy qiziqish mavjud. Kasbiy motivlarga biz insonning ehtiyojlari, qiziqishlaridan kelib chiqqan holatda yo'nalishlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kimlardir gumanitar fanlarga qiziqadigan bo'lsa, yana kimlarnidir tabiiy fanlarga qiziqishini, kimlardir uchuvchilikka qiziqsa, kimdir mashina haydashni istashini kuzatamiz. Endi qarang, kasbiy motivlarda siz farzandingizni aynan qaysi kasbga yo'nalganligi yuzasidan ikkilanyapsizmi? Qaysi kasbni tanlasam ekan deb juda ham ko'p murojaat bo'ladi. Ayniqsa 9-sinfni bitirayotgan va 11-sinfni bitirayotgan o'quvchilarning ota-onalari ham, o'quvchilarning o'zlari ham juda ham ikkilanishadi. Qaysi kasbni tanlashni siz hozir uyda o'tirib o'zingiz hal qilsangiz va diagnostika o'tkazishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bir varoqni olasizda, o'zingizning qiziqishlaringizni yozasiz.
aynan shu qiziqishlaringiz asnosida qaysi kasbga moslik ko'proq chiqadigan bo'lsa, demak shu kasb xususida sizda ma'lumotlar bazasi ko'proq ekan. Agar shu kasbni tanlasangiz, ajab emaski, siz xato qilmagan bo'lsangiz. Va bizning faoliyat turlari mohiyatiga ko'ra motivlarimizning 3-chi ko'rinishi bu o'qishga, bilishga, ijodga bo'lgan motivlarimiz, ya'ni kognitiv motivlar. Bunga biz kichik bolalarning o'yin faoliyatlarini ham, tafakkur qilishlarini ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Insonning bilishga intilishi bu uning tafakkurini yanada rivojlanishini ko'rsatib beradi. Shu bilan bir qatorda uning dunyoqarashi kengayadi, chuqur bilimlarga ega bo'ladi. Insonlar bilan munosabatga kirishar ekan, ijobiy munosabatni uyg'ota oladi va hech ham munosabatlarda qiynalmaydi. O'zaro munosabatlarning, muloqotlarning asosiy obyektiga aylanadi. Motivatsiya aynan nima ekanligi xususida suhbatlashdik. Shu bilan bir qatorda motivlar nima ekanligini aytib o'tdik. Endi esa motivatsiyaning turlarini ko'rib o'tamiz. Motivatsiyaning bir qancha turlari mavjud. Bu motivatsiyalar tashqi motivatsiya, ichki motivatsiya, beqaror motivatsiya, barqaror motivatsiya, shu bilan bir qatorda salbiy va ijobiy motivatsiyalar mavjud. Tashqi motivatsiyaga biz tashqi ta'sirlar natijasida vujudga keladigan motivatsiyalarni kiritib o'tamiz. Jumladan, siz qandaydir mukofot olmoqchisiz, qandaydir musobaqada qatnashmoqchisiz, shunday e'lonlarni eshitib qoldingiz. Siz nima qilasiz? Sizga nima ta'sir qilyapti? Qanday kuch beryapti? Demak, sizga motivatsiya berayotgan narsa bu tashqi muhitdan berilayotgan vazifalar. Ichki motivatsiya bu insonning ichki o'zini istagan hislatlari, o'zini istagan tuyg'ularini bajarishi. Misol uchun, psixologiyada oladigan bo'lsak, bizning musiqa tinglashimizni yoxud sport o'yinlarini o'ynashimizni va o'zimizni charchoqlarimizni chiqarishimizni, yanada o'zimizni erkin his qilishimizni biz ichki motivatsiyalarga kiritishimiz mumkin bo'ladi.